Agar oshib aytsam jahon. Assalomu alaykum mulla aka. Va alaykum assalom. Bay. Bir kun meniki bo'lursiz. Voy dod. Yaxshi qiz qalis. Nima devos? Mani erim bor. Nima qildi? Meni ham xotinim bor. Qachonidan? O'zingizni bosing-ne. Hayot. Nima bo'ldi mulla aka? Tabib aytdilar. Agarda 70 ta tilla tanga olib kela olmasam, hayotimni saqlab qola olmas ekanlar. Hozir otamning g'aznasidan olib chiqib berurman. Faqat siz siqilmang. To'xtang, Saodat. Ana endi munojatdan va mag'firatdan olsam, ot aravalar muborak bo'lsin. Mulla aka. Qalis? Ha, keldingmi? Yur aylanamiz. Nimaga nastroyingiz yo'q? Og'ayning mashinasini turtib oluvdim boru. Yo'q, joydan 3,5 mingga tushtirma. Endi bu joydan qarz qilib yopamanmi deyapman-da. Men beraman. Qachongacha sendan so'rayman, mani. Hammasini bitta qilib berarsiz. Yozib qo'yolsam ish qilib. Prosta meni ishlarim aslida tortilib qoldi-da. Kelajakda to'yimizda bo'lsa, ishlarimiz hammasini Bo'pti, yuring, aylanamiz. Tinchlikmi? Mazam bo'lmayapti. Pul ber. Yana beramanmi? Menga qara, mani adam ham pul olgan. Bobom ham pul olgan. Men ham pul olaman. Tushundingmi? Shukr qil. Ular bahona bilan aldab olgan. Men rostini aytib olaman. Sizlarda kelagi zamon ta'sir qilmas ekanda-ya. Berasan, bermaysanmi? Siz madrasada o'qimasangiz, otam sizga bermayman deyaptilar. Menga otangizni bergani kerak emas. Menga faqat siz keraksiz, Saodatxon. Hazil qilmasinlar. Endi Saodatxon, hobingiz shu. O'qimagan bo'lsangiz, men sizga ergitiy olmayman, Mo'min aka. Menga qara, Dilor. Men seni bekorga ICFC'ga olib kelganim yo'q. Bu institutda hozir qabul boshlangan. Menga qara, 13 ta mahalliy, 3 ta xalqaro yo'nalishi bor, tushunasizmi? Diplomi 70 ta ortiq davlatga o'tadi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan. Men ham bu yo'lga topshirgani keldim. Bu yo'lni bitiring, ana undan keyin adin jon deb beradilar. Yana adam beradilarmi? Namuncha adam gapiradi. Men seni adin haqida gapirmayman, seni beradilar deyman. Voy xayoli buzuk. Men buni nimaligini bilasan? Nahotki bu o'sha? Bu ICFC'ning bakalavr diplomi. Dilor, men aytdim-ku, qo'limdan keladi dedim-ku. Men sizga ishonardim. Endi oyim ham, adam ham sizga beradilar. Dilor, qana qilib tushuntirsam ekan? Menga faqat sen keraksan. Men sizdan buni kutmagandim, mulla aka. Endi Saodatxon, behudaga ko'z yoshlaringizni to'kmang. Digonangiz Mo'tabarxon bilan shunchaki kitobni mutolaa qildik, xolos. Kim sizmi? Endi issiq erdida. Eshitgan? Siz jinnimisiz? Dugonam bilan ham gaplashasizmi? Men dugonangdan san haqingni so'radim. Spalnida so'radingizmi? Endi zalda gapirmadi. Nimaga tushunmaysiz? U menga siz qilib bera olmayotgan hamma narsani qilib beryapti. Bilasizmi, uni qancha puli bor? Dilor, adamning qancha pullari borligini bilsam kerak. Adam bilan ham gaplashasanmi? Nima qilibdi? Zato yoningizda bo'laman.